Assalomu alaykum Karvon to'rining aziz ishtirokchilari. Men Karvon to'rining muxbiri Shabina Absalam. Bugun ya'ni 25-may Hayat g'izalik choyxonasida bizning yosh naqshchimiz Saniya Ismoilning "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli DVD plastikasini axborot e'lon qilish yig'ini echilish oldida turibdi. Balkim bu plastikani ishlash jarayonida oz bo'lmagan jafoliq hikoyalar yoshiringan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lsa hammamiz birlikda daxil bo'laylik. İşengin cinim, ah cinim yarim, muhabbet umarım, gülüm gülzarım, sen güzel hinim, sen yanrıgan, dıltarım dıltarım. Sen muhabbetim, ot bulup yanarım. Seni men suyman cananım. San'at ijodiyatiga bo'lgan o'ta qizg'inlik va yalqinlik muhabbatni izchil o'ziga hamroh qilib, maftunkor ohanglardan, go'zal melodiyalardan guldastalarni tizayotgan. Sig'indingmi osmonim qatorliq bir yurish jalbkor naqshlar bilan ko'ngil qasirimizda o'zgacha bir suyimlik obraz tiklagan Uyg'ur qizi Saniya Ismoil, O'rta Osiyodagi go'zal mamlakat ina qo'shnimiz Qozog'iston Jumhuriyatining Yarkat shahrida san'at suyar Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. 4 yoshida Sergey Mironovich Kirovning Amerika Uyg'ur boshlang'ich maktabiga o'qishga kirgan. U kichikdan boshlab naqsh musiqaga intayin erisman bo'lg'achqa 9 yoshidan boshlab Pyotr Ilish Chaykovskiy Amerika san'at maktabining dottar kasbiga o'qishga kirgan. Bu jarayonda u o'z talantini yaxshi joriy qildirib, maktab ishida o'tkazilgan turli san'at faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashgan. Shundan e'tiboran uning nozik barmoqlari dottar tarlari bilan erkin uchrashib, kunda sardashidi. İzdenişchan g'oyalik san'at parvonasi Saniya Ismoil 1998-yili san'at maktabini a'lo natija bilan o'ngishli tamomlab, shu yili Olmuta shahridagi Pyotr Ilish Chaykovskiy Amerika oliy maktabida dottar kompozitorlik kasbi bo'yicha atrofli tarbiyalanadi. U 2001-yili oliy maktabdagi o'qishini natijali tamomlagandan keyin to'xtamay izlanib, shu yili Olmuta shahridagi Qo'rmong'ozi nomidagi konservatoriyaning musiqa ma'rifi kasbida, shundaqla dottar kasbida davomli bilim oshiradi. Saniya Ismoil 2004-yili ta'til vaqtidan unumli foydalanib, ota-bobolar yashab o'tgan Aslimanda, ona diyar Shinjang Uyg'ur avtonom rayonimizga qadam besib, Nurmuhammad Tursun, Oyshigun Muhammad qatorliq ustoz san'atkorlarimizning dottar, tambur haqidagi kasbiy darslarga qatnashdi. 2006-yili konservatoriyadagi o'qishini muvaffaqiyatli tugatib, 2007-yili yana bir qaytam Urumchiga kelib, Shinjang san'at institutida Oyshigun Muhammad muallimdan davomli turda naqsh kasbi bo'yicha ta'lim oladi. 2008-yili uning jafoliq tayyorlik qilish natijasida Olmuta shahrining Quddus Xo'jamyorov nomidagi Uyg'ur teatrida Saniya Ismoilning yolg'iz kishilik san'at kechiligi o'tkazildi. Va 2009-yili Qozog'istonda Saniya Ismoilning ijrosidagi Mangu Miros nomli CD plastikasi rasmiy holda bozorga so'lanadi. 2010-yildan boshlab u yana diyorimiz Shinjongdagi nurg'ulg'an cho'ng kichik kechiliklarga taklif bilan qatnashib, xalqimizning ma'naviy turmushiga texmarangdor mazmunlarni qo'shdi. Shunga Saniya Ismoilning 2010-yili chiqargan Sig'indingmi nomli CD plastikasi hammalar yoqtirib anglaydigan nadir plastikaga aylandi. Saniya Ismoil mushu bir qancha yil mobaynida xalqimizning ko'ngil maylini istab, nazar ko'zingizda bo'layotgan "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli mazkur plastikani yuqori sifatli, nadir ishlash uchun xalqimizning madaniyat an'analari, turmush odatlari va yerlik milliy alayliklarni atrofli egallash ham cho'nqur tushunish maqsadida Tangirtog'ning janubiy shimolidagi yurtlargacha berib astoydil kuzatib, rangdor, ko'rkam ham nafis ko'rinishlarni tanlab suratga oldi. Shuning bilan birga yana o'zining ijodiyat talantini to'liq ishga solib, mazkur plastikadagi "Mening ismim Uyg'ur qizi", niyat, inson, mangu miros don qatorliq naqshlarning so'z ham musiqasini ishladi. Umid qilganimiz shuki, "Mening ismim Uyg'ur qizi" nomli bu plastinka xalqimizning kutgan yeridan chiqib, hammalarning eng yaxshi tanlishiga aylang'usi. Assalomu alaykum, Saniya Ismoil. Mening ismim Uyg'ur qizi nomli MTV plastikasining axborot e'lon qilish yig'inida qatnashgan aziz qarindoshlarimiz, assalomu alaykum Saniya Ismoilning qo'llag'uvchilari, hammalarga sog' salomat bilan Zubayda Tursun nomidan muhabbatlik salom. Assalomu alaykum aziz san'atkorlar, ustozlar, albatta axborot sohasining alohida qadamlashib qilgan qarindoshlar, do'stlar, hammalarning tushkunlar xayrli bo'lsin. Qutlug'
Zeynep Kızılcan Alalar. Hoş geldiniz aşaması aldı bilen biz bugünkü aparat elan qilish yig'inining sahibxoni talantli naqshchimiz suyumdek Uyg'ur qizi Soniya Ismoil boyqalagan har birimlarning qadam tashlab ularga cho'q rahmatimizni, tashakkurimizni bildiramiz. Xush kelibsizlar. Ay peri kışımga geldi Yüreklerde otla köydü Armanlarım gözlerinde Yar namını dilga oydu Men aşığı bir kararmen Bir gülüş gezarmen seni Kumarım cananım sügenim sen özüm Cahanim Eriler ay beri gügenim sen özüm Zamanım Ay beri kömlümü algan Muhabbet sazını çalgan Gülüm bolup bu ömürde O beri ay beri kalgan Sen kumarın teleklede Mini sevgi oyga salgan Kumarım cananım sügenim sen özüm Cahanim Albatta mush plastikani ro'yobga chiqarish jarayonida Soniyaning atrofidagi do'stlari, birodarlari, qarindoshlari yaqindan qo'llab-quvvatlab, ishkishil vaqtini sarf qilib, demak, bugungi kunda bu plastika muvaffaqiyatli chiqarildi. Shundan bu shu munosabat bilan Soniya Ismoil hammamizga shu plastikadan axborot e'lon qilish natijasi shunaqa o'zining ishkishillik amaliy xizmatlarini xulosalash maqsadida dasturxon hozirlab turibdi. Buna bo'lsa biz mush plastikani ro'yobga chiqarish uchun Soniyaning qo'l tutib bo'layotgan shundaqla yaqindan yordam bo'lgan barliq afsar kasbdoshlar bilan bir turmush chiqqan bo'lsak, oldi bilan sahnamizga taklif qiladiganimiz bu plastikadagi naqshlarningki asosiy muzikalarni ishlovchi, akkordlashtiruvchi, talantli muzikant Olim Abdulla. Marhamat. Kenamizda javoblarimiz uslublanmagan bo'lsa, shu suhbat jarayonida javoblarni qizg'in chilib, madad berib tursak. Assalomu alaykum Olim. Waalaikumsalam. Man sahnaga chiqadigan qabrimiz bormi yo'qmi deya. Yo'q. O'ylagan yerga chiqib chiqimiz doim shunaqchi. Olim bilan muntazam qilgan nihoyatda ta'sirli bo'lgan qisqarib bo'lgan bir go'zal manzaralar chiqishi mumkin, ha? Xo'sh, Olimga Soniya Ismoilni tanishganingizga qanchalik vaqt bo'ldi? 2006 yıldan başlap hamkorlashamiz. Demek shundan keyin Soniya mayli u qanday bir yordamga muhtoj bo'lsin, olim sallaga, olimni izlagandek kelib sen indoim bilan qilayotgan muhim ishlaring bo'lsa-mu, bir chet qo'yib oldi bilan Soniyani o'rlayib kelsa, ham shuningga yordam qilib kelsa. Dedi o'zimizcha cho'ng san'atkorlarning muzikasini ishlayotgan bo'lsam-mu, ishlayotgan bo'lsa, men kirib qolsam bir naqshini barvaqt tezga qachilab beradigan ahvol bo'lib qolsa, mush olim boshqa san'atkorlarni shu to'xtatib qo'yib turib Soniyaning naqshini shu barvaqt tezga qachilab beradigan kichkina ishni o'zim qilib berib, yo'lga setib, andan qo'ldagi ishlarni qildi ekan. Birinchidan ham Soniya o'zini yurtini aylanib boshqa buni sal e'tibor qilishimiz kerak jo'da. Ikkinchini baldiroq yo'lga solaydi shunaqa. Undan shu meningizning Uyg'ur qizligi bu plastikadagi qaysi naqshlarni asosiy muzikasini siz ishlatadingiz? Uyg'ur qizi, niyat, safarim. Yani bağlayayım. Albatta, Alubka bu fursatda Soniyaga deyman yurak so'zlarimiz boshqalarni deb e'lon. Deyishgan hammin daman. Soniyaga bir yurak so'zlaringizni baqayapsiz. Saniye, o'sha kardeş jarayonida bu jiqtirishdi. Jiqtirish bilan birga bilim egallashmi,
Bunu koşturmamda demek hakikaten ameliyatını izleyenlik için bugün de şu neticelerge eriştiğine karşı bunun en kötü tekimi köklep parmak kessin. Haklısın. Bundan keyinki hamkorliginglarni balkim yana davom etishi mumkin. Natrapım devam etsin. Şuna. Men Soniyaniki yurak so'zini anlasam, oldin mening beshim degan bir degandi. Nim deydigan oldin mayli ben hatta vaziyetini topshiray, o jon bilan qiladi. Şuna en muhim azarimning biri olim shu. Shunga olimni beshim deyman deganda, shunga oilam balki beshamning yo'ldan ketishini so'rab shu kunda. Ovozim pastda yo'q, qanday so'zni sanmasam. Sizga rahmat. Endi qoldi paranglarni santur paranglashmashdir. Zaten qizg'in alqishlardan so'raymiz. Muzika Hemen mezmunlar çakacak. Fakat konuyu bana bakma. Çakar Rahmat sizga Alka. Assalomu alaykum Alka. Aleyküm assalam. Saniyaga qandaq bir yurak so'zlaringiz bor, anglab boqqan bo'lsak. Sana şu an bilinmashturgan vaqtlardan boshlab birga hamkorlashib kelyapmiz Saniya bilan. O'zi ancha-muncha ijodiyatlar bilan shug'ullanibdi shu jarayonda. Studiyaga kelib, mendan mo ancha-muncha so'raydigan yerlarni so'rab, o'zim ijodiyatni mukammallashtirib, paydin-pay shuni bilan shu 1,5 yil 2 yil mobaynida shu 10 necha naqshni tayyorladik. Oxirida Saniya Ismoilga yurak so'zlaringiz bo'lsa, anglab boqqanmiz. Bundan keyin texmo shu san'at yo'lida, naqsh muzika yo'lida texmo gullab yashnashini, davomli yangi ijodiyatlarni qilishini, davomli hamkorlashishimizni umid qilaman. Rahmat sizga. Saniyaning yana bir bu hayatı aksidagi qo'llig'isi bor. U munoyimlik ko'zga ko'ringan, talantli bir muzikant, biz naqshlarni sevib anglaydigan bir naqshchi. U bo'lsa-mu? O bo'lsa yana bugun garchi Turpanda bo'lsa-mu, ammo bugun shu axborot e'lon qilish yig'inida alohida vaqt chiqarib, qadam tashlab qilib hozir kap o'tirgan bizning qaysar naqshimiz Murodjon Muxtar. Mushkillar Turpanda qadam tashlab Mana sahnimizga rahmat. Kızgın alkışlarımız nerede tek kullanmıyorsak şınaklı Aslında sevgiye şükür olsun yanımızda biz Sen cevap verin Rahmet Şundan bo'lsa hozir Turpandan keldiniz. Shunga shu Turpanning qo'l qisqaligini bizniki tasvirlardan asl mehmonlarimiz bilan yo'lga o'tsangiz. Assalomu alaykum. Şu dostumuz, kesipleşimiz Saniya Ismoil'ninki şu Bilastonga axborot e'lon qilish qilishgan bo'ldi. Do'stlar, tushliginglar xayrli bo'lsin, dininglar salomat bo'lsin, bosgan qadaminglar yo'lliq bo'lsin. Ben Murodjon Muxtar namonaga o'tliq salom yo'llayman. Murodjon Saniya mı dedi? Murodjonning o'xshashni mening qo'limni qo'l tutayotgan suyimli kasbdeshimning birisi og'aynan do'stim shunchalik cho'ng bilmay ish qilmoq Murodjon Muxtarni sayning taklif qilib qanchalik chiq chavoq chasanlar qanchalik chiq vaqtsanlar arziydi degandi. Balkim Saniyanimi siz ana Saniya sizni shunchalik hurmatlagan o'xshash hurmatlishingiz kasbdeshim do'stim deb kelishingiz mumkin. Rahmat. Shunday. Lekin Saniyaga men qo'l bo'laman deb ko'ziga ko'z bo'laman. Xo'sh, mana Murodjon chiqish bilan o'zining yumoristik so'zlari bilan so'rovni kayfiyatini yaxshi ko'tardi. Xo'sh, undan bo'lsa davomida qanday Saniya bilan sizniki hamkorligingiz haqida to'xtalib o'tgan bo'lsak, Bo'ldi. Bayqalga o'xshash shu tunashgan vaqtimizdan so'zlash to'g'ri keldi bu ishni-ku. Mana shu Olimjon bilan shunday Asqarjon bilan birga ishlab yurgan mezgilda shu 2017-yili mana shu studiyasida, studiyasida tunashgan. Ikkimiz tunji qatam ko'rishib shunda chiqishib ketdi. Anchalar aloqaingda ko'p ketdik-ku. Ko'rib dastlabdan sizni keyin salishib ketdik buni. Shuning bilan hamkorligimiz taxmin kuchayib bordi. Shu vaqtlarda mang'abda dastlabda bir muzikani sinaq tariqasini berdi shu bu. Shu ishlar qayerda. Bu chaqda men o'zim toza qilmaydigan vaqtlar bu.
Şundan dastlabda shu sig'indim degan bir maqsadni ishladik. Leyli moda bir naqsini aqldilar degan shu naqshini ishladik. Shundan keyin ishlab olmasam yozdichi buningda. Bu abayda o'tgan tarixini so'zlab. Men ashada o'tirib o'qib ketdim-chu. U shunchalik hamda maktablarni bitirgan ishlarni qilgan shu do'stimiz mushumuzi yarag'anli bo'lsa va shuni xo'sh deb shuni bilan men rozimanlik bilan shu muzikani ishlab bergan bu rozimanlik bilan qabul qilib tomoshabinlarga yuz ko'rishgandan keyin bu naqshini shunda yaxshi baholarga erishdi. Ikkimizga shunday yaxshi baholarni berdi. Lekin muzikani hali yaxshi chog'a o'xshamaydi o'yladim. Lekin butun natijalarning hammasi yana shu soniyaga mansub bo'ldi lekin. Soniyaga mansub. Benim sözüm olacağım. Kaçıncı derece kendi eşitliğini görüp alındı. Şundan. Endi bu qitim mening ismim Uyg'ur qizi plastikasida hamkor unaqani bo'ldi. Bu plastikani hamkorligimiz yaxshi bo'ldi. Alimjon bilan ikkimiz hamkorlashib shu o'zi xuddi o'zimizning ishidami ortiq degidek qilib muzikani bitirib chiqdik. Men shu qilish jarayonida ba'zi nimalarni ko'rdim-chu, shunda ozmongan jafolarni tortdi. Ben inchik ekan bu kesib kelgan, ben inchik ekan cho'rashadi. Studiyada men undaq chal, men undaq qildim, men undaq qildim. Ben astoydil shu. Astoydil bo'lganda yaxshi asarlar chiqdi ekan-chu. Men shuni qayrilib ketgan bo'lsam. Albatta, Murodjon siz nurg'uldan yaxshi ijodiyatlarni qilyapsiz. Endi Saniya bilan muzikada hamkorlashibsizlar. Sizning bu Saniyaning taqturti, chiroy shakli qanaqadir? Siz qanaqa qiyos qilasiz Saniyaga? Yo'q, qiyos qilma, emas ko'rdim. Shunda bir xil qovul, egiz qovul. Saniyaga deydigan yurak so'zlarimiz boshlanib qo'shmoqlik deymiz. Rahmat. Bugun nayt ve katta sorunun birini ulaştırırsa bo'lsa shu plastinka bütün dünyanın kablosu shu tumanning odamlarga sinib tumanning odamlarning qalbiga sinib musaqqar qilsin yaratgan egimiz rahmat sana. Hayatımızda, işlerimizde utuq, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Chiqanlarning hamkorlik mangu shunaqa yaxshi bo'lib, yaxshi nefis bir ijodiyatlar maydoniga kelsin. Rahmat sizga. Bu kechlik-chu, ona bo'ldi-chu. Bir insonda bir nafsi bor, shunday kechlikda. Shu povuzlarni tutib o'zi shu deb berib, povuz beni undan chal, undan qilaydi deb u pechini bir kunda tutib qilib olib va men bu qo'shib ketdim, bu shunday qo'shib ketdi. Bizga shunday rozimanlik bilan naqlib shuni bilan bu kesib hamkorligimiz shunday yaxshi davomlashib kelyapti shu hozircha. Bu shu bilasdan kedimi? Ben işlerken muziklardan bayağı alacağım da böyle insan yani tellevi yaprak diyen nakşlar, nimpayda da bir nakş var. Bu plastikini kırgezden o kırgezden o gittim okudum. Şu nakşlarda yani arkadaşlar pengen kalkın şu plastik çıkandan keyin tomoshabinlarimizga yarasa şu bizga ham cho'ng qalbadagi hisoblaymiz. Rahmat. Bundan keyingi Saniyadan bo'lgan hamkorlikni tezkorlab topsin. Rahmat. Og'indarchiligini terim juda tez. Rahmat. O'zi sizga salomat tilaymiz. Assalomu alaykum Murod aka. Va alaykum assalom. Bugungi bu faoliyatga qatnashib qanday hissiyatda bo'ldingiz? Men hamda bu faoliyatga qatnashib shunda bir hissiyat keldim. Har qaysi kesibdoshlar, do'stlar hammasiga bu Saniyani yaxshi dasturxon sab bizni kutib oldi. Axborot e'lon qilish yig'inida jushqin kayfiyat bo'lyotdi. Men hamda his qilganlarim bu plastinkada hamda yangiliklar ko'rganlarimiz. Ba'zi bir o'zgacha bo'lgan qiyofatlar aks ettiribdi. Men bundan keyin bu Saniyaninki shu plastinkasi chiqqandan keyin tomoshabinlarning yoqtirib olishini, shundaqla bu plastinkaning dunyoni qoplashini bo'lsa
million xalqlarga texmo yaxshi bo'lgan asarlarni Saniyaning texmo yaratib berishini, tinning salomat bo'lishini, umrining uzun bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Navbatimiz mana o'sha mening ismim Uyg'ur qizi nomli plastinka uchun intayin ko'p kuch chiqargan. O'sha eng nafis, chiroyli, sarxil ko'rinishlarni tanlab, yuqori darajada suratga erishigan asosiy kuch chiqaruvchimiz bizning talantli operator Dilshod Ibrohim. Teşekkür. Rahmat. Aziz mehmonlarimiz, yana bir mush plastik uchun ajoyib kuch chiqargan genç komandir qilib ketgan bo'lsa-mu, bugungi oxirat e'lon qilishimizda jirafni yiraqtmay, albatta jiraf emas ekan, shu yerdan qadam tashrif qilgan mushu plastikdagi barliq MTVlarning orqasida ko'rishtirish xizmatini ishlagan yana bir kasbimiz bor. U bo'lsa-mu, Shinjon televiziya stansiyasi 5-kanaldan İlyar. Hayır, kızın alkışlarımız bilen seyircimizi de kısak işki teknik ağırlık ulaşmak olacak. Onda bo'lsa, bizning shu oqsa xizmatga ham javob chekishlarimiz oldi bilan sizlarga shu o'qigan qarindoshlarimizdan bizdan javob orqali bir raqibimiz aytgan bo'lsa, demak Saniyaning mening ismim Uyg'ur qizi nomli plastikasining ro'yobga chiqishida sizlarniki do'konlar eng zo'r deb qaraymiz. Biz bu plastikini ko'rib chiqqan deymizmi? Bek chiroyli ko'rinishdan tanlamamizda endi shu Abdul rayonimizning janub shimolidagi yurtlaqich berib, shu yerdagi eng yilqi qadimiy yodgorliklarning eng bizilqi yaxshi ko'rilgan joylarning manzilli joylarini tanlab so'rayapmiz. Albatta Saniya bizning diyorimizga mehmon shundaqmi? Siz bosh operator bo'lish suhbatingiz bilan Saniya mayak berib, ma ko'rinishini olaylik, ajib berib, ko'rinishlarni olaylik desangiz, Saniyani o'zi bilib bo'lmaydi demoqqa. Shu mening ismim Uyg'ur plastikasininki Saniyaning asosan yo'l boshlovchisini hamda dishlarimizdek bo'ldi. Shu anda shu vaqtdagi bir aslidan sababim bor. Assalomu alaykum. Bugungi Saniya Ismoilovning plastik tartishmasini barliq aziz qarindoshlar qandoga muborak bo'lsin. Bugungi mushu kunlarga ulashtirgan mushu so'rinda o'tirgan barliq qarindoshlar jamiyat Rasulullohga qattiq shukrlar bo'lsin. Alloh dinini aziz qilsin. Ben özümde kesbiye operator, fotoğraf. Mening ham shu vaqtga o'zim ko'rgan yerdimcha, bağa yerdimcha bo'lgan ekan. Naqshni bilib anglab boqaydim. Bu Saniyaniki mening ismim Uyg'ur qizi degan shu bundoq qo'yganim o'zi haqiqatan cho'ng qiymat. Demismi bizning Uyg'ur qizimiz misafirlar ishchan, tirishchan, aqlli, chiroy mukayyim. Mening ismim Uyg'ur qizi deganga loyiq. Shaxsan Saniyaga shunga loyiq deb qarayman. Shu mobaynida oxiri degan maqsad yetdi. Saniya yaqdi qalbi qilib qarayman. Bu ish bilan chiqaran ekan. Saniyaga rahmat deb aytaman. Bu plastikini saqlashimiz haqiqatan endi kez alışılgan görünüşler çıkkan. Kürüştürüşke bıçakta xeyli köp kuş gitti ona qarabasa. Endi shu plastikni kürüştürüş jarayonida Saniya o'zi pek astoydil tarafchan bo'lmasdan iriq mayan-mayan kelgan. Iriq ana-yoqqa kelgan. Shularni gapir bir yerdan chiqmay to'qnashib qolgan ahvollar bo'ldimi? Bo'ldi degan. Rasman. To'qnash, belki çok to'qnashgan ahvol bo'ldi. Shu ba'zi narsalarni hatto 3-4 kunlik kelishtirgan vaqtlar bo'ldi. Masalan, bir naqshni bitirib ko'rdim. Shunday yaxshi bo'ldi deb qaytdim. Endi kelgandan keyin bo'lmay qolganlardan chiqib buni menda. Yana qaytadan ishildi, to'qnish degan ish bo'ldi menga. Birinchidan o'sha Dilshod og'ir suratda badiiy jihat bo'lsin, ijod jihat bo'lsin, yaxshi bo'lganlikdan endi kirishtirishda pek çok alayda bir iş yok. Şu operatorluk cihetden suratlar yaxshi bo'lmoqchi. Lekin Saniyamiz o'zi kechini ve o'tlarda yapışır. O astoydil qanday qayrilmay bo'lmaydi. Dilshod bilan Saniyamizning tepkisidan yaxshi chiqdi. Biz texnik jihatdan albatta.
demek işgallarının hani güç çıkarış neticesinde bu plastinka naim süperlik süratli elinip süperlik kırıştırılıp süperlik alır o yapıcı. Demek bana bu bulanın falan değil, bana bu bulanın iktidarı, şunçilik nefis görmüşten bulanın çok kasılanlar demekçiler. Ben gelmem sözümde buldum, ben İstanbul'da. Hoş fırsatlar saniye ile bana kadar yürek sözünü alama. Mening yurek so'zim Saniya ichki jarayonda haqiqatan bo'lgan jabhada. Saniyaning yaxshi atraf savollashtirish, kasblashib o'zim kichik bir xotirasi bor. Faqat qanday ishni yoziblar, biz aytda mana bunday xotirasiga yoziladi. Bu bir ham astoydil bir kasbiy bir san'atkor sifatida aytganda, haqiqatan bir astoydil ishlar bo'lmoqda, o'zining kasbini qilmoqda. Bu menimcha har qanday bir san'atchi va san'atkor ügünüş ilişkisi. Çünkü kesbi ahlak bulunmakta da sanatçıda bu sanatçı başka çıkamaydı, bu netice kazanamaydı. Biz şu turfanlar küçük kumlukla sürekli alıyor. İşbirliği maşinimiz bitip kaldı yerim içine. Kariyeni tatamayma. İşbirliği sahne tatamayma. Kumlukla işi bitip kadar o işbirliği maşin bitip kaldı. Saat 13 buçuk yerim içine. Bizim burada iş kana şarayet yok. Fakat maşını çıkıp gidişti başka şeyler yaptı. Birisi tırpuk resmi yerim içinde iş ki bizim eklemeyler bizim yani bizim bağlılığımız okumaydı. Maşını çıkıştı başka olanlar işte birinin maşını çıkıp bulduk. İşkinin başına gelip vallahi pek çalışacak. Karsak bizim işki inimiz her çağın aslında işte yapmadı. Saniye yapıp şöyle de seni kimdir var şöyle. Ben işleriyle rasmi çünkü mühendisler diyor. Çaprazda gitmişler işlere geldi. Biz elimize yarattık. Ama işte şundan çıkardık. Kara ömrüme yolunda şu anda bir konuşmada siz olurken siz çizişçi oldu, aşçı oldu. Akça da var. Şu mühendislik koyun geldi. Demek adam özde aşına kıyınçılık kelgen olmakta, aşına yeniş royu bulgan vaqtida har qanday qiyinchilik ko'tarib qoladi. Shu saniya siz bugun g'alaba qilamiz. Bulardagi futuhlarimiz va Alloh yig'in asoyishdan bersin. Barliq kasbdoshlar ko'p javob berdilar. Rahmat sizlarga. Shu ko'nglimdagi so'zlarimga sabab bo'lgandan keyingi Saniya bo'lgandan keyingi hayot yo'li baxtlar hammaning ishlari shunda astoydil bo'lib yaxshi bo'lgandan keyin bu birlar emas-ku. Har qaysi yerdagi ishlarida shunda g'alabalik yaxshi bo'lishini umid qilaman degan ishlarga kuch chiqargan hamma a'zolar birodarlarimiz kasbdoshlarimizga rahmatimni aytaman. Sizlarga ko'p rahmat. Bundan keyin hamkorliklarimiz yaxshi bo'lsin balki yana necha yildan keyin bundan sifatli bundan nodir Saniya Ismoilning yangi bir plastikasi chiqib yana o'sha sahnada balki bundan cho'ng sahnada biz yana hamsuhbatda bo'lishimiz mumkin. Do'stliklarga, hamkorliklarga ko'zdaymiz. Ko'p rahmatlar. Assalomu alaykum Dilshod aka. Va alaykum assalom. Bugun mush faoliyatda qatnashibsiz. Saniya Ismoilning Mening ismim Uyg'ur qizi nomli bu plastikasining asosli operatorlik vazifasini ustiga olibsiz. Mush jarayonda plastikani ishlash jarayonida o'zingizning his qilganlarini bir anglab boqgan bo'lsak. Rahmat. Men 2011-yilning oxiridan tortib Saniya bilan tanishib, mushu plastikasini ishlashni menga aytdi. Tunji qitimda G'uljidan boshlagan, qaytib kelgandan keyin qolgan plastikalarni ishlash vazifasini menga topshirdi. Asos operatorlik vazifasini menga topshirdi. Anaki bu filmda buningda dastlabda muntasim rejissor yo'q. Rejissorlik asos Saniya men. Ham chunki Saniya mo kasb egisi, muzikada o'qigan. Menmo as kasbim muzikat, hamda keyin kasbim almashib operator fotograf bo'lgangan, davg'andan keyin bu nuqtadan kelganda bizda ancha qiyinlik yo'q deb qarayman. Bu nuqtadan tanishib 2012-yildan boshlab suratga ilishga boshladik. Asosliq biz borgan yerlarimiz Janubiy Shinjongdagi Xotan, Yakan, Qog'liq, Makit, Qashqa, Turpan, G'ulja, mush qatorliq joylar suratga oldik. Tarafda surat ilish asosiyatdan meningga nisbatan aytganda burun ishlagan lentlarimga plastikalarga nisbatan aytganda bu qitimligi intayin jafoliq bo'ldi. Ham jafoliq sharaf emasam, odatda men bu filmlarga qatnashgan xizmat munosabatida tövanga jiq tushgan. Chunki shunday sharoitlarga nisbatan aytganda bir cho'ng bir kino ishlash putudi munosabat aytgan vaqtida. Sharoitimiz ana shunchalik yaravasmidiki bizdagi ruh cho'qim bir yaxshi bir filmni, bir plastikani ishlash bizda ruh pek yaxshi. Cho'qim bir yaxshi natija qozonamiz, cho'qim bir yaxshi plastik ishlaymiz degan biz qat'iy bo'shashmay
mush plastikni yaxshi chiqarsin deb men endi shu Saniyaning shu ro'yiga qarasam qat'iy bo'shib qolmadi. Hatto og'rib qolgan vaqtlari va bugun men chiqalan bo'ldi amalaysak yodlashadi. Men bugun qanday ish bo'lishini qatnasam cho'qim chiqaman deb. Oxirida bugun kelganda plastikasi meni yaxshi chiqdi deb qarayman. Oxirida Saniya Ismoil qanday shirik so'zlaringiz bor? Ma yangi boshlanish bo'ldi. Bundan keyin mush nuqtadan tutgan asosda xalqimizni yaxshi ko'radigan endi Saniyaning bir uslubi ommabopim bor, xalq ahonlarim bor. Men bu shijiq aytgan şu vaqtda bo'lsa siz chunki cho'nglarni yaxshi ko'rdi, yoshlarni yaxshi ko'rdi. Mush asos tutgan asosda Saniyaning o'zininki o'ylaganlarim bor, planlarim bor. Shu asosda bundan keyin yangi bir plastinkalarni chiqarishni, yangi ijodiyatlarni qilishga tilakdoshman. Rahmat sizga. Shunda bo'lsa biz bugungi bosh qahramonimiz, bizning suyimli kuychimiz, Uyg'ur qizi Saniya Ismoilni qizg'in olqishlarimiz bilan saytimizda birimiz barabar. Rahmet Zübeyde, rahmet. Oturunlar, mehmanlarım, beyrindaşlarım, çaylarla oturunlar. Assalamu alaikum hürmetlik aziz dostlarım, çıraylık dostlarım, sizlerle görüp pek hoş oldum. Mesleğini pek yaxşı görmez. Her dedin ziyade yaxşı görmezlerdi, rahmet. Hoşuna gördüğün aziz akıllarım, mehallerim, Ahmet Aka, Lutful Aka, Bernisende, Umak Hade, Ali Aka, Mahmut Adaş. Rahmet sana. Rahmet sana. Alım, Aliko Bişim, rahmet sana. Muratcan, İlyar, Turpan'dan kegin olan köpten köp rahmet. Dilşat, topuladı benim üçün. Yıkılmak ketken Dilşat. Rahmet sizlerge köpten köp rahmet. Ben seni pek yaxşı görmez. Hədidin ziyade yaxşı görmez. Çok fazla boğulu şeyler. Saniye'nin şiirini alayınız. Dokun beraber çıktılasın. Bugün hemimizin imtayın hayacan ilkide cümleden Zübeyde işitimiz qeyrindaşlarımızdan siz kadar tutan tabii sözlerini anlatan hayacan ilkilerde işkimiz ve özümüzün tutulamay hayacan ilkilerimizde okutmay sözler tutuyoruz şartlarda. Şu da ki sizden hissiyatımız elbette bizden özgüce. Bizden hayacan, karan ay güldesilerinin tızlık gelkenliği belki bunun da bir köp güldesiler bağlı bir gün ülgürmen kalan buluşu mümkün. Cümleden hoş yapmadan teşekkür
deb rahmat shunaqa Saniya. Xo'sh, demak Mening ismim Uyg'ur qizi nomli bu plastinkangiz muvaffaqiyatli qoldi. Bozorga silindi. Bu plastinkaning ishlab o'g'uchi ko'payganini ko'rdingiz. 2 yil degan oz vaqtda emas Saniya. Xo'sh, undan bo'lsa bu plastinkaniki o'zingizning eng yangi ijodiyatlari bilan bir tanışıp çıkan olsak şu MTV'dan nurgun hikayeler var ya sizin paranmış jarayonda saklamış ki biz bu defasınız hesap etmezsiniz özünmezsiniz ödeyeli. Başkalarına defasınız anlatmaksız var. En aldı bilen hoş asaslık nakşa benim ismim Uygur kızının taşlarıyım. Ben şu barlık dostlarımla, devdaşlarımla, yeni bir ettim kendimle rahmet ettim var. Hem şu azra kıskıca, şu şikişanın yağısı köygen bahan yerlerinki azra hikayeler vardı. Evvel sizlere bütkendek şu plastinkada 5 nakşineki sözler müzikasını düzenleştirdim. Ama şu albüm bilen Muratcan akordlaştırıcı oldu hem şu birinci nakşan benim ismim Uygur kızı degan nakşan deyim. En beşideki ideyam şu çeteldeki Türkiye bulandı, Kazakistan bulandı, Germaniya bulandı, Avstriya bulandı. Bizning o'zimizning Uyg'ur qarindoshlarimiz yuraklari haqiqatan sevimli. O'sha tuproqni sevib, ayshada necha yilgacha pas shu an asosha 3 minut 15 sekundlik naqsh bilan o'sha bizning tuprog'imizda bo'ldi bo'ladi, Qashqar bo'ladi, Oqshobdagi bo'ladi, bo'ladi. Aysh tuproqni azroq o'zini ko'rib, azroq sevgan yuraklarga azroq ya'ni beradigan deb shu. Qancha shaharga tushganlar plastik bir naqsh. Qancha baliqda 6 şehirmiş burada indiğinde 6 şehir var. 6-7 sürat var. Şunu 15 sekund. Dostlar MTV'nin sürat giriş üstüne 6 şehrin çöpü çıktı. Kaşlar, Hoten, Yegen, Meki, Turpan, aslında 5-6'sı var. Demek bu sizga nisbatan intan güzel bir asli bo'libdi. Men jahlimda hozir endi Şinjan viloyatida ben yashayapman, lekin ko'p joylar bor edi. Men barmoq keraksiz dedim. Ondan ikinci akşam niyet. Bizim yolculuk eyledi. Ekber. Ekber görünmeydi o. Ekber kaç? Baba. Sen o Çavak. Diyerini devetim var. Yolculuğundan bir şey çıkıyor kalan ya. Bir şey çıkıyor bir şey yakışıyor bak ya. Osman karmaydı diyor. Demiş ki bu nakşımızın niyet de koydum desene ben hakikaten niyet kıldım. Hakikaten jürimden bu yoldaşım benim hem kıyım hem ustayım hem güçlüm hem pek yaş görme yoldaşım hem bana pek çık yardım verdi. Andaki bir şeyde ben yeni bir dersine hoş geldiydim. Ben bir ay günde ettiğim şu Allah'ın bekledim. Kudayım bana hiç de gerekemez bu şu. Ben toy kılamadım. Bir ayda geldim şu Allah'ın verdi. Andaki üçüncü akşam insan müracaat etkendik. Ben bir icadi kısam, şu alımda müracaat buldu. Bir müzika, çok ama bir tinişlik gelmeydi. Varan uçurum açtık bir müzika, varan uçurum taladı bir varan uçurum bir ama ahan geldi. Hangi müracaat yine şükret verdim. Müracaat bir kalan bir nakşı var. Bir şey açtık değil. Yemu bu hem değil. Kumayla eşlik kalan diye nasıl taptın? Bu kutur ben de yazdı. Nasıl bir gün işlevettik ha Muratcan ha? Bir gün işlevettik biraz işlevettik. Anam diye şu Abdursul Usulci, Abdursul Akımız ha mana Abdursul Akasın bekardan beri MTV'de ebedilse de bütkendek ama şu yerlerde söylüp mırstak şunaq bekçiler eğer bu plastikini görüp kısalar dışarıdan geçen cemaat hakkında evinizden. Ondan keyin 4-nji yıl nakşa Mengü Miras. Bu Mengü Miras'ni ben 14 yaşında yazgan. Biz hazır cemiyetdeki yaşlarımız çoğundan unutib kaldık. Hakikaten unutib kaldık. Hakikaten bu duanın ma'nosini unutib kaldık. Analar bo'lgan köyün içinde, dada bo'lgan köyün içinde unutib kaldık. Çünkü endi yeni zamançı bo'lganligini. Şuna bu nakşida barliq qarindoshlarga hamda o'zimning hakikaten o'zimning bu akılarımga bir azroq tarbiya vermekçidim. Demişken insanlar hem de hakikaten ananın, dadının duasız teşhiri çıksak mümkün emas berbiren bir işimiz yanıp hemen aşmayı düşündüm ama demek gününde anamızda 5-6 kıtıp 100 kıtıp telefon kısam erziydi. Muşu naşıda ben muşu apamga, dadamga rahmetimle yetkim var. Çünkü dadam muşu bir yere mansam mı, alır geçsem toktap tutuşum ota
dua qilib andiga olsa. Men bir şey demek şunu diyeyim ki bu oydadan ben pek olur ettim. Yakçı muttan dua qilib andiga duasını yapın. Şuna bu dadam bilen apamın duası bilen bu şu günge yettim deb o'ylayman. Demek ata-onasının duasını yıkılan hiç kadar tersi yok. Ümit kıldığınız bana şu plastikini köygenlikin nur bulgan tamaşalarımız, görmelerimiz elbette tesirledi. Hemimiz ata-analarımızı unutup kalmaylı, ularını yoklaşını, ularını perzentlik burcumuzu yetkizişini unutup kalmaylı. Şahane fırsattan faydalanıp dostumning, yo'ldoshiimning do'sti Tarak, Davudjon, onlarla ve kendimle köp rahmat. Apa rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Мәңгі мирас намлы мұшыр еңтеуі көрініштердегі пәғалікні мен сіз өлен айтысыш мұнасат етті. Uğurladım. Şu apam, dadamniki bizge bolgan biz 4 qarindosh, ikki aka bir adam var, mendan keyingisi. Mushu bizge bolgan mehr muhabbatni, bizge bolgan köyünüşni balkim o'z onamni masalan sizlarning singllaringlar, akalaringlar va inlaringlar va ajab mush apamni tushunmaydi, ajab dadamni tushunmaydi degan ideyalar var kenjilarga, lekin biz cho'nglarga mushtaqni men mushu akamga yetkizmek için muşunu görüp, muşu dadamga, apamga, texmi öğrendiğini bildiğinga, muşu emtiyonlar köse, şuna muşu akıllarımga, ayetlerimge, toxtatır men, en jırak men. Gendik adamın kadrini rast çok jırak etkenligini bildiğim. Şuna men apamni, günde apam kuru 88 kıdın telefon kılma, adadan kuru telefon kılma, şuna aşlanın ki kadrini men jırak da bilmem. Yani o akıllarımga da azrak tanqid de, ey cim kılmada adamınki duası var yani. Duasından keyin anamdaki inşallah. Degan de bu kichkina hikoya. Barakallah, Saniya, barakallah. Muşu 10 degan maqsadini hammasini planini va qalbini qanday o'rlashtirishni Saniya o'zi bosh bo'lib qilolgan. Ana yana bir naqsha. İlk naqsha. İlk nakşamda muşu Saniye'nin abimiz bilmez muşu Uygurca nakşlar var ya yüzü korkulaştan başka her xil tillardaki nakşlarımızın mı anladı. Endi u hadon degan narsani men bizniki Qozog'istondagi Yakka shahrida Dilmurod Niyazov degan yaxshi rahmatli akamizni o'rniga yozdim. U akamizniki og'aylari mening tunji muallimim Bibinur To'xtaxonova muallimniki bolalari, cho'ng o'g'illari Suhrat, Ferhat aka mag'inisi oshnam ishlayga Shinjongga kelib, Saniya bizning ishda bir yaqin do'stimiz tugab ketdi. Anlasam işte yaxshi yozdi ekansa, sen mening opamniki o'quvchisi, endi shu naqshni azroq yezmasam bo'pti bizning xotiriga bo'lib qolsin deganda shuni hikoyani men anglab, bek ta'sirini shu bo'z uchun naqshni shu kunda yezib topshirib berdim. Mana shunchalik hikoya bor. Demek bu plastikdeki 5 naqsh bilan tanışıp çıkmışlarning hikayesinden en yangi naqshlar ya. Bunun için 5 naqsh var. Ondan keyin Saniya siz şu Şinjan Xalq Radio stansiyasının ziyoratini bo'lib qilsiz. Şu vaqtlarda naq meydan ziyorat bo'lgan vaqtda siz naq meydanda şu qo'ldanik bir sağda anlıqçımızdan ziyorat bilan o'rtoqlashibdi. Shunda bu bir anlıqçımız, hadimiz sizning naqshlarınızın yayınına yaxshi ko'rib qolganini, unda mush plastik chiqsa cho'qim o'zi bu sevib qolganini debki. Ama siz şu vaqtda mush anlıqçı hadimizga, hadimizga bu ko'z ko'rmaydigan bir va'da qilgansiz. Ne bir yaxshi verdiniz? Mushu radyoda paranlaşayotgan vaqtida bir amma hadimiz telefon qilib, xo'dan keri yarim telefon qildi. Bolam ishlab anlasam, oldingi yili siz 3-oyning 8-i opamga arinib mushu plastikamni chiqarma degandingiz. O vaqtida mushu munosib bir ishlar bilan munosabat bo'lib, chiqaramabdi ekansiz, muborak bo'lsin, plastikni qayerdan siyib olsam bo'ladi deganda hemen burada apa hatırlayacağım bulan ben Xo'janga yo'l tushishimiz cho'qim o'zimiz berib o'zimiz sug'at qilamiz deb berib qo'ygandim. Xudoyim buyursa o'sha ro'ziga bir 10 kun qolganda biz deyishganda biz berib o'sha Xo'jani Qashqardagi qarindoshlarimizga Dilshod borsiz o'ya bizlar. İki barımızın Aşağı berib shu qarindoshlarimizga shu plastikani sug'at qilib, ularga berib bir kech qo'nib deganda armonlarim bor. Güzel armağan. Onun da sırf yana bu kadar plastiki tartılgan lekin adeta plastiklarni o'zin markazlari o'zlari ishlar, o'zlari tarqatadi lekin mal mening ismim Uyg'ur qizi nomli plastikini tarqatishida bir xoslik bor ekan. U bo'lsa-mu Saniya bilan Akbar o'zi yeshik ko'tarib, har qaysi o'zin bozorlarga olib borib, o'zlari tarqatibdi. Mush masalani demak, shu plastikga ketgan butun narxlarni Saniya o'zingiz ko'tardingiz. Endi
Neymiş kanat plastik ağır, kayısı plastikler özenle yetmişler, neymiş plastik aydoslarım. Kızık ya bula. Endi bek o'zimning kasbimni men haqiqatan bek yaxshi ko'raman. Jinimdan ortiq ko'raman o kasbimni. Chunki endi menga Xudoyim bu talantni bergandiki men cho'qim bir xil endi bu hayotga bekor tashlab qo'ygandek his qilgim yo'q. Cho'qim men bir Alloh menga bergan bir talantni joriy qildirishga men tirishishim kerak. 24 soatni amaytilishar deb o'ylaydi. Mening ortadan daftarim bor. Shu 24 soatni soatlab yozaman. Yillik daftarim bor, yarım yillik daftarim bor, haftalik daftarim bor. Endi Xudoyning oldida hijil bo'lmaydiganga men bekor ekan men yaratgan yeri yo'q. Shunga shu naqshlarim orqali bo'lsa-mu başdan ayak başlagandaki bu işni şu 9 yaşından başlap mektepke düştüm, apam yetlep badi, bunu şu mana Şinjan'da Xudoyim bo'lsa 8 yıl bo'ldi işe turib atganimga ishni boshlaganga cho'qim oxirini bitirib yetishim kerak deb shu yo'lishimga maslahatlanib bo'ldi o'zingiz topirayli barbirim o'zi qilmagandiki ular bir yerga yashik bir yerga tashlab qo'ysin men yurib og'riydi mushu daftarimni ishlab turganimni masalan agar tushib qolsa ko'nglim og'riydi haqiqatdan shuna endi shu Janub Shinjongmi endi shu mehmonlarimiz aslida yerga to'lib turish kerak deb bog'lan 700 bo'ladi haqiqatdan chunki janublarimiz tashqaridan shu Xilmurat o'sha Xilmurat chog'i yetimlari o'sha 3 kunga yag'asi Moşu binanın yaşıkan dostum Ekber'in üçümüz diyen yaşık bu Bozkan'ın telefonunu aldı, ben Ulcu'nun telefonunu almaya, Yolçun Kaşkan'ın telefonunu bana ana salınız deyip Jügrep şundan mı Kalmurat? Jügrep kılıp çıkıp Kalmurat rahmet sizge, Yolçun Abbaq rahmet sizge. Açta oldu evde. Endi bu yıl ben oylayman bir sen uzunroq vaqt debdi. Nimaga unda uzun vaqt ketdi unaqa? Endi ichki yil haqiqatan boshqa qarindoshlarga dek jiqdab bilindi. Hattoki men taksilarga tushsammi, voy u tek chiqdim avqasinlar degan gaplardan. Biroq men o'zimning ustozlarimni bek hurmatlayman. Ularning oldida hattoki bir tekstniki uyan tushitishga men bek xijil bo'lman. Shuni aslan oldiga berib, telefon qilib, telefonni ularni saqlab, shularning tekstlarini rusni ilib, hozir bek yosh bolalarimiz bek ruxsatsiz qari yo'q, chatoq yo'q. Qozog'istonda bir naqsh chiqib, vaqtida gidib yerda, men naqsh vaqtida editida bek hurmatsizlik ish. Bo'libmi o'sha san'at sohasida. Balki o'sha tekst yozadigan qarindoshlarimiz bor, u bek tas ish. Çünkü yürekten çıktı o tekst degan. Şo'ni hurmatni bir anaqas jep men tursa so'rmabdi. Masalan biz tuqqan balon siz tuqqan balonimizni birisi ip ketsa ruxsatsiz ip ketsa bu bir kichik bola tekst shundami? Shu ham shu tekst demak andan keyin muzika kelgan vaqtda bir 3 minut 15 sekund eshib ketsak 4 minut 40 sekund bo'ldi u naqsha. Shu naqshaninki vaqti şu naqshni masalan oldinga oldim adashmada bir naqshi bor shu naqshni ishlari bo'ladi bu odamning o'zining turmushi bor odamning o'zi tushib vaqti bor uning o'rni bor u akkordni bu naqshiga akkordni mana masalan men Osmon Uyg'ur qizi deb nomlab akkordni haqiqatan bildim bu boshqa beshida men ham beshida bo'lsiz beshida shu akkordlar boshqa shu shunday raklik chiqdi andan keyin Asop kelimiz, Abdüveli Sattar, Mahmud, Çavak Mahmud'a Mahmud'ni Abdüveli'ni azizli bek yaxshi ko'rgan karimizlar, nabaklarni yaxshi ko'rman haqiqatan ana shu naqshdagi mana ta'mirda Abdüveli Sattar jagan Çavak. Mahmud bu alaylı bir og'ayni. Mahmud, sana rahmat. Bu Mahmuddan çalsam ben hayotdagi mana shu degan bir naqshida Mahmud ikimiz chalamiz. Bu tılsımı, qopqism qapoqlari doim ushlab tursinmi? Hamsi yaxshi ko'rsinlar. Yaxshi bu. Ham talant egasi. Saz, sadda, tambur, dudda. Bu Mahmud bir vaqtda tambur chalgan vaqtda to'xtab turay deb men shu tamburniki o'sha taq yo'lni olsam haqiqatan bu jinni bilan chiqadi bu. Shundaymi? Mahmud Chavak. Rahmat. Anadaki mesela Aziz'den bahsettim şu neyini Aziz çaldı. Hakikaten köyün yerinde ayalı var, rahmet yegin onlara köpek rahmet. Aziz niki kuluk ve kişilik. Şundan bir müzik deposam, kırmışsam şu ben çevirdim. Rahmet sana Aziz köpek rahmet. Anadaki karpuzlar. Moşu binasını Uyg'ur qizi nomli
karşıdaki en ahırda pauza bırak. 20 sekund bu değil mi? Belki çıralık, damlayıp, belki çiğretli, karımıza rahmet. Anadaki Mengü Bras'ta NTV'den ayağını bilen kaptı rahmet. Balısı en kenci balısı şu yerde sürekli çıktı. Çavarsılarga rahmet, rahmet. Demek bu şu müzik karşılık vakit geldi. Anadaki kiyim, bugün şu kiyimlerinde çıkılan aydın düğünlerde biz ben Turan kız kelemeye kaldı. Bu şu batal kiyimni, peki bu kiyimni pistan üçün çalışımını biri elip tallap, rahtin rahit edip çaplap olan vakti özü var. Anadaki kamera kelgen vakti Dilşat'ın özünün vakti, bunun özünün balacakları deyimiz. Demek şu çıkıcın yine az yine tüzük yazın ərziydi. Rahmet. Saniye'nin inçike yapılışlarının tefsiri Naydın Esna'yı tikeligini görüp ilerleyiniz. Bugün birimiz Naydın Kursan Muatsız, Hayacın Muatsız. Elbette digenmiş Uygur, finansla Uygur kızın Allah plastiklerine kolunu ağanda, birinci çıkıp kolu ağanda Hayacın'ı şıklı verdim deydi. Bam dedim şıklı verdim. Şıklı verdim. Hayacın hoşalığından böyle çıktı bu, anıdan çıktı bu da şıklı verdim dedi. Elbette sınıf olan küçük hanımdan verdim. Bir başlık tırlı hep öttünüz. Büyük muş fırsatım o. Şular maddi cihetim olsun, manevi cihetim olsun, öz olsun köyüne bak. Şunu da çıkartmayken olsunuz. Bizim de şu var. Bakın hepsi ben sokaklarında bir var ya. Çabuk. Oğlumdaki dost küçülmaydı. Haqiqiy dost, çavak mehmonlarimiz. Murat Muhtar. Murtata. Murtata diye kısırma saniye. Bizim ekli tuturalım. Muratcan, bana şöyle sana soğatmadım ben. Ya işte ya. Muratcan bu alayda. Nere alayda desanlar bektirişcan. Bek ahgümül. Rahmet seni küsem, Sinan'ın devamlı ülgü ağım var. Hakikaten. Davutcan nokta işin gidendik ya. Rahmet cevap Muratcan'la. Hani diyor ben de aziz dostum Dilşat çavak. Dilşat İbrahim. Aziz dostum. Cevap ya bırakın cevap. O sizge hakikaten çıkılıp bu Dilşat'ınki haqiqiy kesbi egisi. Bütün şu resimlerinin şu Dilşat'larda eğitim, metum, oturum, turum degenli Dilşat degen manga. Dilşat rahmet sizge. Devamlı karıştırayım. İlyar çavak. Eğer rahmet sizge. Bugün rahmet İlyar ilişkimizdeki bekçip hikayeler var. Bekçip bu kırıştırgen altında mani sizge soğat. Bek az bu soğat rahmet. Ben hani ziyade inç olgan ki bu işlerden. Bir MTV'nin 8-9 yılda müziklerimiz var. Rasmı 8-9 yılda. Demek bu 10 MTV kırıştırma değil. 30-40 kırıştırma değil. Rasmı bek rahmet. Bir kipi var. Biz belki altına aldık. Ekberçimiz. Budu. Rahmet cevap sizge. Bir yerden bir aziz Karabuzat, Çavak Karabuzat'ta haqiqiy kesbi egisi tapdi andi. Bekşiralar çevirsiz ma soğuk bek optiz. Rahmet ayağınızı kötüngü rahmet. Bu Karabuzat kim o? Alayını bekçip, bu bek ahtiyumuz. Aldığımız kötüngü rahmet, ekli olmasın. Hayır çok durmadı. Çavak rahmet sizge. Andi tövende benim yakın ağinem Nur Mehmet Kursun'unki oyu varmış ağinemde Mahmut. Biz üçün Nur Mehmet Kam'daki her güz rahmetlik emez. Mahmut yanıma gidip çağak. Mahmut rahmet sana, hadi şimdi kremeye gidip atayım aziz çıkımız birip soğuk biri dedi. Bana sana bu az, bek az bu. Mübarek olsun sana, senden fırsat kiriş tembürünü her güz dıştırma. Saz bilen toyuksam mı? Tembürü taşlamacı mı da bu ya? Andi düvende bizimki
Mening yo'lishimninki yurtishi, omaq Ilyar, Chavak Ilyarga hakikaten kuyuncan bala. Ilyar rahmet sizge bu soğuklığı az. Peki şu plastik tutun şu layihani Ilyar kılan. Köpten köp rahmet. Rahmet Chavak. Menimden egiz bir odam var ishada, u degan bir ney aziz. Aziz. Biz turingizga ishada repetitsiya qilyapmiz. Yeni bir so'g'itimiz boshlangan. Ishada Aziz Mo'minbek az sana. Rahmat to'xtab turasiz. Maqtayday, maqtayday. Aziz hakikaten kasb egisi. Neyni bir bakın ahang etmesem bunu incirdi. Hakikaten ben rahmet bek kayıl buldum. Aziz rahmet sana. Yeni bir nasıl vardı. İnsanımda bu Şincan'da bizim tapağımızdan bu işte eski telefon. Ben de ben yok. Eski telefon var. Aziz şu an ben telefonsan Aziz herkesin olmaları gerek. Aslındaydı. Rahmet sana. Rahmet. Rahmet gel. Rahmet gel. Endi Endi hammamiz qiziq otgan yana bir şey kısma. bu bo'lsinmi ömürlük hemrayi Çok iyi. Çok iyi derim. Çok iyi. Assalomu alaykum aziz kasbdoshlar, ustozlar, qarindoshlar, aka-ukalar. Cho'ngimiz bugungidek mushabbiq kunlarda vaqtdan chiqib bizga birga bo'lganlardan bizning oiladan hammalarga ko'p rahmat. Ben şu Aksaray'da hizmet bulunmaktan Çeşke kalamayman gap kısamca esatma kalım ya. Söz ver. Başlayalım size. Albatta mush fursat soniyaga deydigan qanday yuraksiz o'zimiz bo'lsa endi uy bag'ani daysiz tushgan qatnamash bilan oldidan atiyana yaqin soniyadan juftidi soniya bu gaplarni siznikini ma'lum baqaylik Deyimiz edi. Ömrümüzün ahire çamışda vakitlik özsek saniyana buniki işlerine kesmişet işlerine çemkiyonundan tutulayım. Ekber endi saniya sinaqadan bak yaxshi ko'rdi. Chunki komandirovkaga saniya ishimiz birga chiqqan bunday bir ishni so'zlagan keldi deydi saniya. U vaqtda saniya bilan tazkiyana tushunish bilan faqat program munosib bilan ziyorat bilan tanishgan shu Aqsuda komandirovka bir o'yini bilib bo'lib qoldik. Shu chaqda ikkimiz endi yataqda ikkimiz bo'lgan gibi bilib paranglashib o'ynashimizda shu chaqda birinchi kun olaman biz böyle yurtishimni ko'nglim kelgan dedi. Shuni bilan bir haftada bir yana ichkasiz qanaqasi uzrab ayrılib qolsin desa, haftada 7 kun bor, 7 kunda Akbardan 7 kostyum var, 7 qo'l kiyimini juma, dushanba kiyim, seshanba kiyim, payshanba kiyim, jumali kiyim deb shu tartibga esib qo'ydik gap. Butun ishlarni shuncha jini tini bilan qilib birdik demak, mana bu muhabbat. Shunaqa Baxtlarga ko'zdaymisin, mangu shunaqa baxtli bo'linglar, durust niyatinglar, chin niyatinglar bilan mana shunaqa minutlar baxtli, oila baxtli turmushlarga nisib qilib, bundan keyin texmo baxtli bo'lishinglarga tilashimiz. Amdiliklarda sahib hollarimiz naqshi etibamiz bo'lmaydi saqlashlarni. O'zining yiqit naqsini mush barliq tomoshabinlarimiz bir taqdim etib olgan bo'lsa, arkadaşlarimizni chaqirib Rahmet aziz dostlar, qo'llardagi qarindoshlar. Men tuvanda barliq Uyg'ur xalqimga atab yozgan naqshamni, mening ismim Uyg'ur qizi nomli naqshni ayrim barliq xalqimga sovg'a qilmoqchiman. Mana Ekvadorimiz. Senin için kurban olay güzel kalbim
kimdi yok üzülmez dolan meşribi senin üçün kurban bulay güzel halkım uygun söylemem seni. Halkımның nəğmə nabası dilimde var, qınımda var Uygurumның tügümez nakşa sadası Nədə bulay, kimge küney Hiç kimde yok üzülmez dolan meşribi Senin üçün kurban bulay Güzel halkım Uygurum söylemem seni Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugungi faoliyatga men ayolim bilan, rafiqam bilan birga keldim. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Bu yerda chiq gap qilishda o'rin yo'q, faqatlam Saniyaning bundan keyingi turmushining buningdimi, texmi mening ismim Uyg'ur qizi degan plastinkasi. Bundan keyin buningdimi esil plastik chiqishini umid qilaman. Ham qo'limdan kelsa chaladigan ish bo'lgan keyin cho'qim yordam qilaman. Canım tenimde boğazlam. Rahmet. Tamaşabillah. Assalamu alaikum. Tamaşabillah yaxshimizlar. Men bundan keyin Saniyaningki texmo taraq qilishni va keyingi san'at sohasidagi ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Bugun haqiqatan qatnashib, nihoyat nima kelsa bizning men bir es qilganim nima desanglar, shu bizning naqshlarimiz plastik chiqargan bilan lekin cho desa u chiqargan rejissor bo'lamdi, operator, muzikant deganlarni ancha biz ko'z ko'rinib ketmiz. Lekin Saniya buda mushu qitimda operator hammasiga ayrim o'zining ko'nglini tushuntirish orqali bir plastikning chiqishi uchun keyindagi barliq odamlarga nihoyat o'zining minnatdorligini bildirdi. Bundan keyingilarning mushundaq bir plastiklar chiqqan vaqtida plastikni chiqarishga to'kib qo'shgan har bir odamni mushundaq qadrlab hurmatlashni arzu qilaman. Hamda bizning karvantorimiz Saniya Ismoilning tashviqot ishlari uchun har vaqt kuch chiqaramiz. Assalomu alaykum karvantoridagi aziz qarindoshlar. Men Ishoq Sulaymondan hammalarga muhabbatli salom. Bugun biz Saniya Ismoilning mening ismim Uyg'ur qizi nomli DVD, CD plastinkasiniki axborot e'lon qilish yig'inini intayin muvaffaqiyatli, erkin, ozoda oxirlashtirib oldik. İşlemenki men bu plastinkadagi ko'rinishlarni bo'lib Saniyaning naqshlarini intayin yaxshi ko'raman. Bu plastinkani agar siz saqlab qo'ysangiz, buningdagi manzarlar, naqshlar sizning qalbingizga unutilg'usiz sezish tuyg'ularni ato qiladi. Albatta bu plastinka yana bizning chet eldagi Uyg'urlarimiz uchunmi intayin yaxshi bo'lgan bir saqlash qimmati bo'lgan plastinka deb qarayman. Xayr xo'sh.
Assalomu alaykum Karvan to'ridagi barliq qarindoshlar. Hammanglarga yana bir qatim didor g'animat Nijat Vali Yoqubdan hammanglarga o'tliq salom. Mana bugun biz Saniya Ismoilning Mening ismim Uyg'ur qizi nomli manmush plastinkasining tarqatilish murosimida do'stlar bilan hamdastxon bo'lib, Saniya Ismoilniki bu plastinkasining ishlanish jarayonidagi ta'sirli hikoyalarga ham bahra bo'ldik. O'z navbatida Saniya Ismoilniki g'ayratiga, shijoatiga opirin o'qidik. Shunlashqa biz mana shunday g'animat fursatda to'ri ahliga barliq qarindoshlarga shuni tavsiya qilamizki, Saniya Ismoilning mana shu plastinkasini o'zingiz haqiqisini, rostini bozordan setib olish orqali siz Uyg'ur qizining yiqimliq naqshlaridan hozir ilib qolmasdan, yana o'z yurtimizning, o'z vatanimizning go'zal tuproqlarini, o'zgacha manzaralarini ko'rish fursatiga ega bo'la olasiz. Shunlashqa siz bu plastinkani setib oldingizmi, uning yiqimliq naqshlariga quloq soldingizmi? Biz sizniki rostini setib olishingizni umid qilamiz. Assalomu alaykum Akbar. Va alaykum assalom. Hammamizga ma'lum siz Saniya Ismoilning eng yaqin odami. Saniya Ismoilga endi deydigan nurg'un so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Ayolimniki bundan keyingi san'at hayotniki texmi gullanishini, texmi jonliq, mushtaq tetik, davomli ruhli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Bizning turmushimizning ko'ngilli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Oxirida shu bugun shu murosim kelgan barliq san'atchilarniki, qarindoshlarniki shu bugun shu kep vaqtini chiqarib o'tirib ayganiga ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat. Assalomu alaykum Saniya. Va alaykum assalom. Bugungi Mening ismim Uyg'ur qizi nomli plastikangizningki axborot e'lon qilish yig'ini nihoyat yaxshi davomlashyotdi. Eglishimizcha, mushu plastik ishlash jarayonida oz bo'lmagan jafolarni ham bishlarni o'tkazibsizlar. Mushu jarayonlarni so'zlab o'tgan bo'lsam. Buludu baya bizning riyosatchi do'stlarimiz deb o'tgandek, mushu plastinkamga ishlash jarayoniga 2 yil ketdi. Javob tatdiq, billa mushu muzikantlar yordam berganiga shunda xush bo'ldim. Barliq to'rdoshlarga men o'zimningki salomimni yo'llayman ham. Mushu to'rdoshlar bizning qarindoshlar, biz san'atchilarni qo'llasa, biz muteximi yangraveramiz. Rahmat, ishlaringiz qutlug' tilayman. Rahmat sizga. Rahmat.